har bir amalni birinchisi va oxirgisi deb qilish kerak. Ibodatda odam nega ustashadi? Ertaga qilaman deb o'ylaysiz. Ertaga yashashingiz aniq emasmi? Siz bugun qilmasam ertaga qilaman deb o'ylaysiz. Ertaga yashashingizga kafolat yo'q. Insonni dangasa qiladigan narsa shu. Hali ertaga yashayman, hali yana 1 yil bor, Xudo xolasa kelasi yil yaxshi bo'laman. Ertaga yaxshi bo'laman deysiz. Kelasi yil emas, ertaga desangiz ham xato qilayotgan bo'lasiz. Har bir soniyani oxirgisi deb bilish kerak. Har bir daqiqa haqiqat oxirgisi bo'lishi mumkin. Kim kafolat beradi? 60% dan 60 yoshga yetmaydi. Siz o'zingizni tasavvuringizda bobangizni ko'rgansiz, yoshida mahalladagi qariyani ko'rib, men ham mashaq bo'laman deb o'ylayotgan bo'lasiz. U qariya 60%, 70% to'kilgandan qolgani u. Siz to'kilganlar qatorida bo'lishingiz mumkin. O'zingiz opangizni ko'rib, yo dadangizni ko'rib, yo qariyani ko'rib turib, men ham shu yoshga o'taman deb o'ylamang.